Har hafta oshiymiz, sinfdoshlar bilan, kursdoshlar bilan, yana binosadoshlar bilan, hoji oshlarimiz bor, boshqa bor. Bitta narsani yaxshi bilaylik azizlar, mana shu har shanbalikda oyda o'rtasida oxirida yoki falon kunlarda yeyayotgan oshlarimizni to'planib olib shu yig'inlarimizni eng savoblisi, ajrlisi haligi qarindoshlarni oshi deb qo'yadi. Eng savoblisi, ajrlisi o'sha qarindoshlarning oshi. Nimaga? Silaya ham bor tagida. Bugun amaki o'g'li qilib beryapti. Keyingi oyga xolam o'g'li. Ana bir-biridan xabar oladi. Bormisan, yo'qmisan, holing qanaqa, ishing yaxshimi, tuzingmisan, xolam yaxshimi, ammam yaxshimi, tog'am yaxshimi buni. Ana silay rahim. Silay rahimni bog'lashlik uchun bosilgan qadamlar deydi hadisda. Alloh taoloning nazdida bandani farz amallarga bosgan qadami bilan teng. Peshin o'qib kelay, juma o'qib kelay, hajni bajarib kelay, yo zakotini berib kelay deb Allohning farzini bajarish uchun qadam bosyapsiz. Ana shu bilan teng. Savobda, ajrda, Alloh taoloning huzurida, mahbublikda silay rahimni bog'lashlik uchun bosilgan qadamlar Alloh taoloning farzini bajarishlik uchun bosilgan qadamlar bilan teng. Ikkalasi Allohning nazdida eng mahbub qadamlar, bandani bosgan qadami deyiladi.